Fakt. Cristiano Ronaldo haqida top 5 faktlar. Birinchi fakt. Cristiano Ronaldo futbol tarixidagi eng balandga sakrab gol urgan futbolchi hisoblanadi. U 2,95 m ga sakrab rekordni o'rnatgan. Ikkinchi fakt. Cristiano Ronaldo nafaqat futbolchilar orasida, balkim butun dunyoda eng ko'p Guinness rekordlar sertifikatini qo'lga kiritgan inson hisoblanadi. Cristiano Ronaldo naq 16 marotaba Guinness rekord sertifikatini qo'lga kiritgan inson hisoblanadi. Uchinchi fakt. Cristiano Ronaldo futbol tarixidagi eng yuqori tezlanishga erishgan futbolchi hisoblanadi. U 2018-yili 40 km/soat tezlikka erishgan yagona futbolchi. To'rtinchi fakt. Cristiano Ronaldo futbol tarixidagi eng ko'p boshi bilan gol urgan futbolchi hisoblanadi. Hozirgi paytda Cristiano Ronaldoning boshi bilan urgan gollari 150 taga yetgan. Beshinchi fakt. Cristiano Ronaldo futbol tarixidagi bir mavsumda eng ko'p shaxsiy sovrinni yutgan futbolchi. Cristiano Ronaldo 2008-yilda bir futbolchi yutishi mumkin bo'lgan barcha shaxsiy sovrinlarni yutgan va bu rekordni hali hech kim yangilay olgani yo'q. Bundan qiziqroq videolar profilda obuna bo'lishni maslahat beraman.